57 kilo bo'lib ketibman. Endi ham diyeta qilmasam bo'lmaydi. Ha, o'rtoqlar, ishonaveringlar, 57 kilo bo'lib ketibman. Menda atyoklar juda ham ko'p, qabziyatning hisobiga tez atyok olaman. Undan tashqari suyagim yo'g'on bo'lgani uchun ham eng kam bo'lgan vesim 48-50 kilo bo'ladi. Xolos, o'shunda ham 48 ga tushsa bo'lmasam, faqatgina 50 kilo eng past vaznda tura olaman, xolos. Tez semirib ketaman, tez ozib ketaman. Chunki menda atyok borligini hisobiga ichim bitta yuvganimdan keyin sirroz atyoklarim ketadi-da, yana ozg'in bo'lib qolaman, lekin juda ham tez atyok bo'lib ketaman. Xudo xohlasa, endi qabziyatim uchun yana choylar, tabiiy choylar zakaz qildim. O'sha choylar ichib ozish niyatim bor. Balkim 10 kunda, balkim 20 kunda, lekin o'z oldimga 1 oy maqsad qo'ydim, чтобы yana ozg'in bo'lishim uchun. Avvalgi holatimni qaranglar, bir marta shunaqa zo'r ozganman. Qaranglar, da это я chiroyliligini qaranglar. No mayli. Xullas, bugun oxirgi kunimda mayonezli, gazli narsalarda ochopatga o'xshab yeb oldim. Chunki ertadan bunaqa narsalardan o'zimni tiyishni boshlayman. Aytgancha o'rtoqlar, 300 mingta bo'lishimizga atiga 9 mingta yetmayapti. Hozir meni podpiska bosmay kuzatayotgan bo'lsangiz, podpiska bosib qo'ying. Iloyim, 5 kun ichida inshaalloh 300 mingta bo'laylik va Alloh sizlarda sabab chiqib qo'ysin. Чтобы bitta bosgan podpiskalaring uchun men juda ham xursand bo'laman va tez orada 300 mingta bo'laman. Undan tashqari Telegram kanalimga ham o'tib olish esingizdan chiqmasin. Kanalim silkasi, profilim shapkasida shunday bosasizlarda premyo kanalimga kirib ketaverasizlar.